Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ko'p singillar, xudo xolasa men sizlarga uy sharoitida nuqta yasab tayyorlashni ko'rsatib beraman. Uydagi mollarga, buzoqlarga nuqta tayyorlash. Bu katta molga tayyorlayapman. Men o'zim uyimdagi molga ipimiz 5 metrlik qilib tayyorlayapman men. Katta molga tayyorlayapman. Endi o'shani manfaatli bo'lsin deb sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Ipimiz teng qilib olamiz, ikki tarafini, ikki qavat qilib teng qilib olamiz. Ipimizni bundoq uchidan teng qilgan joyidan qaytaramiz biriga. Ipimizni bir tarafini mana kaltaroq qilamiz. Bu qaytargandan keyin bir tarafini sal kaltaroq qilamiz. Bu uzun tarafini bundoq qilib ustidan oshirib qaytaramiz. Bunisini bu yoqqa chapga oshirib, bu kaltani bu tugmasini ustidan aynaltirib o'tkazib, tortib qisamiz. Bir xillar siz nuqtani xato yasayapsiz, ikkalasi ham teng bo'lishi kerak deganlarga lifehack deydi. Mana shunaqa gaplar. Mana Nurmatni o'tkazayotganda Nurmatni mana bunaqa joyini ipga bu yog'idan nuqtani ichiga tiqamiz. Mana shundoq joyini mana ko'rib qo'yinglar. Mana molni bu yoqqa ipini baylaganda bu aynaladi o'zi. Ipini bunisini o'tkazib olamiz ipga. Nuqtamiz уже tayyor bo'ldi. Nuqtamizni bundoq qilib ustidan oshirib baylagan taqdirda baylash jarayoni ham nuqtamiz уже tayyor bo'ldi. Mana nuqta tayyor. Bu nimaga shuncha 1 metrdan ziyod oshib qoldi deganlarga, molni kallasidan taqqan vaqtga bu mana bu bo'yinni tagidan bundoq qilib aynaltirib olinadi. Har ehtimol qarshi mol, shoxi bo'lmagan mollarni kallasidan nuqta chiqib ketish taqdiri ham bo'ladi. O'sha paytga bu bo'yinni tagidan olib qo'ysalaringiz bo'ladi. Bo'yinni tagidan olib ikkinchi nuqtaga olib borib ipning ikkinchi tarafidan tortib bog'lab qo'ysalaringiz to'g'ri keladi. Mana nuqtamiz tayyor bo'lgan jarayoni. Yoqqan bo'lsa bitta like, bitta podpiska bosib obuna bo'lib ketishlaringizni so'rab qolamiz. Xudo xolasa. Mana xalqimizga manfaatli bo'lishini so'rab kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.